Siz erim kelib qoladilar hozir. Ha, bu uylanganingdan keyin choyxonalarga kelmay qo'yding, ko'rinmayapsan. O'rtoq, to'ydan keyin ozgina ishlarim ko'payib qolib, o'zim bilan o'zim ovora bo'lib qoldim. O'rtoq, omonatingni olib keluvdim. Nimadir kerak bo'lsa aytarsiz. O'rtoq, hozir 1 minut xo'jayin qilyapti. Ha. Assalomu alaykum. Xo'jayin, bemalol gapiravering, eshitib turibman. Abujonim, to'ydan keyin telefon qilaman deganni erim ketganda madalaringiz qani? Bilasiz, hali yangi kelinman. Uydagilarni erim ishonchiga kirib olib, keyin yana oldingidek ko'rishib beraveramiz. O'rtoq, menga ruxsat, men keta qolay. Ishga ham kech qolmayman. Keyingi hafta choyxonaga o'tgan, xo'pmi? Sendan chiqmasin keyingi hafta choyxona. Xo'p, o'rtoq, o'tirsang Mayli, bo'ladi. o'zingni ehtiyot qil. Xo'p, o'rtoq.